Assalamu alaikum hürmetli televizyon köylüler. Uygur televizyonunun gündelik haberlerini görüşünle karşı alınız. Amerika Tashqi ishlar Ministerligi Uygur meselesi hakkında yığın açқан. Kazak göçmen çarvıçılar o'ltiraq hayatga majburlanmoqda. Amerika Xitoyga qarshi ittifoqdoshlarni ko'paytmoqda. Uyg'urlarda kitob sovg'at qilish odati haqida. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 14 avgust Amerika Tashqi ishlar Ministerligining qirg'inchiliklarning oldini olish xizmat guruhisida Uyg'urlar duch kelayotgan kishilik huquq ziyonkashliklari, madaniyat qirg'inchiligi va boshqa masalalar asosiy tema qilingan yig'in ochilgan. Amerika Tashqi ishlar Ministerligining uyushtirishidagi bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakillari, Amerikadagi kishilik huquq faoliyatchilaridan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining mas'uli Ömer Qanat apandi, Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbas xonim va Amerikadagi doktor Rishad Abbas qatorliqlar alohida taklif bilan qatnashib Uyg'ur masalasini anglatdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining mas'uli Ömer Qanat apandi Amerika Tashqi ishlar Ministerligi va xalqaro jamiyatni Uyg'ur masalasi uchun safarbar qilishning yo'llari, Xitoyning bu xil zulmini to'xtatish uchun ulardan talab qiladigan ishlar haqida to'xtalib, Amerika o'zi bevosita ham boshqa ittifoqdosh davlatlar bilan birlashib qila oladigan yordamlari, chet elda siyosiy panoh talab qilayotgan Uyg'urlarning panohlik iltimosiga jiddiy muomala qilish va uni ching tutib ishlashning zarurligi, Amerikaga kelgan barliq Uyg'ur musofirlarni Xitoyga qaytarilmaydi deydigan bir bayonotni e'lon qilish kerakligi, Uyg'ur masalasining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida faqat kishilik huquq kengashida emas, balki uni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashida bartaraf qilish lozimligi qatorliq bir turli talablarni o'tirib qo'ygan. Sharq Turkistonda qozoq ko'chman chorvachilar asrlardan beri yashab kelgan yurt makonlaridan majbur ayrilib, hukumat tarafidan silingan o'ltiraq uylarga davomli ko'chirilmoqda ekan. Tangirtog' to'rining 15 avgust kunidagi xabarda yaqinda Oltoy viloyatining Chingil noyisi da'vasidagi 800 dan ortiq qozoq chorvachilar Xitoy hukumat tarafidan silingan 80 dan 90 kvadrat metrlik uylarga ko'chirilib, qozoq chorvachilarning hukumatning ko'ngil bilishi bilan zamonning oqisida qolgan qaloq ko'chmak chorvachilik hayotidan qutulib, shahar hayotiga ko'chganligi. Mazkur xabarda yana Xitoy hukumatining 2011-yildan 2020-yilgacha 170 mingga yaqin chorvachi oilasi va 760 mingdan ortiq chorvachi aholisini o'ltiraq hayotga ko'chirish planlangan. Shundaqla hozirgacha amalga oshirilganligi, bunda qilish bo'lsa namratlikni tugatishning unumli chorasi deb tashviq qilgan. Kuzatuvchilar Sharq Turkistondagi chorvachi aholilarni majbur holda o'ltiraq hayotga ko'chirishning amaliyoti Xitoy o'lkalaridan kelgan ko'chman Xitoylar uchun yer bo'shatish ekanligini, uning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yerlik xalqlarning yashash usulini majburiy o'zgartmaslik programmasiga xilof ekanligini ta'kidlamoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning bildirishicha, Amerika Tinch okeandagi 3 orol davlatlari bilan shu rayondagi Xitoyning ta'sir doirasini to'sish uchun bexatarlik masalalarida ittifoqlashish to'g'risida suhbatlashishni boshlagan. Bu ittifoqning sharti ostida Amerika, Mikroneziya, Marshall orollari va Palau qatorliq davlatlarning havo bo'shlig'i va shu davlatlarga tava dengiz tavallikida xohlagan vaqtda erkin harakat olib bora oladigan bo'lib, Amerika buning badaliga orol davlatlarga iqtisodiy yordam berib, egilik huquqiga, bexatarligiga va o'z davlatida erkin tinch yashashga yordam beradiganligini bildirgan. Amerikaning bu 3 davlat bilan kelishimi 2024-yilda oxirlashadi ekan. Xitoy yaqinqi 10 yil ichida ta'sir doirasini kuchaytirish uchun Tinch okean orol davlatlariga eng ko'p mablag' solgan davlatning biri bo'lib kelmoqda. Bu rayondagi Amerikaning ittifoqdoshlari Yaponiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya uchun jug'rafiyalik siyosatda muhim bo'lgan davlatlarga berayotgan iqtisodiy yordamlarni ko'paytmoqda. Uyg'urlar xilli takomillashgan kishilik munosabat axloqiga ega millat bo'lib, qadimdan tortib ma'lum axloq mezonlari, ilm berim, so'g'i salom odatlari bilan o'zining kishilik munosabat axloqini mukammallashtirib, qiliplashtirib va tangponglashtirib kelgan. Shu jarayonda Uyg'urlar o'zining qimmat qarashi, estetik o'lchami va kishilik munosabat axloqiga uyg'un holda o'ziga xos so'g'i salom berish odatini shakllantirgan. Sovg'a hurmatini ifodalash, ko'nglini elish, tabriklash qatorliq turli maqsadlar bilan beriladigan hadiyadir. Kitob sovg'a qilish Uyg'urlardagi tipik va qadimiy bo'lgan sovg'at berish odatlarining biri bo'lib, uzun zamonlardan buyon Uyg'ur xalqining esil an'anasi va ilm so'yar ruhining namoyandasi sifatida izchil davomlashib kelgan. Burun o'rda yozuvchilari va saroy shoirlarining asarlari podshohlarga taqdim qilinadi. Ularning xon, podshoh baglarga kitob taqdim qilishida hukmronlarning nufuzidan foydalanib, o'zining nomini chiqarish yoki xonlik divonxoniga shu asarni qo'yish orqali o'z nomining tarixda mangu saqlanib qolishini umid qilish va yoki shu asar uchun hukmronlarning biror amal mansab berishini ta'min qilish qatorliq nurg'un sabablar bo'lgan. Mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar kitob taqdim qilish odatining uzilmay davom qilishi tarixdan buyon insoniyat dunyosida olimlarning hayot va haqiqat haqidagi falsafaviy fikrlari,
va ilm javohiratlarining jug'lanishi va yo'qolib ketmay zamonimizgacha yetib kelishida muhim rol o'ynagan. Bo'libmi matbaa texnikasi taraqqiy qilmagan davrlarda kitoblarni, diniy dasturlarni ko'chirib taqitish, bir-biriga sovuq qilish islom dinida cho'ng savobli ishlar deb qaralgan. Bumi kitob sovuq qilish odatining o'zliksiz davomlashishiga turtki bo'lgan omildir. Bugungi kunda Uyg'urlarda kitob taqdim qilish odati izchil davomlashib kelmoqda. Kitob sovuq qiluvchi oldi bilan o'zi sovuq qilmoqchi bo'lgan kitobning mazmun jihatdan sovg'atni og'uchiga mos keladigan kamaydiganligini o'ylashidir. Ota-onalar bolalarga ko'pincha darslik kitoblarni yoki fan-nasihat xarakteridagi kitoblarni taqdim qiladi. Kishilar o'zining farzandlik bo'lish oldida turgan yoki farzandlik bo'lgan do'st yoronlarga farzand tarbiyasiga aloqador. Masalan, Uyg'urlarda farzand tarbiyasi, talantli bolalar mundaq tarbiyalanadi deganda kitoblarni sovg'at qilishadi. Bir-biriga ko'ngli bor do'stlar, qiz-yigitlar ko'pincha muhabbat temasidagi asarlarni sovg'a qilishadi. Boshqalarga taqdim qilingan kitoblar mayli o'zining asri bo'lsin yoki boshqalarning asri bo'lsin, nihoyat qimmatli sovg'at sifatida e'tiborlanadi va suyib o'qiladi. Kitob insoniyatning ma'naviy ozuqi va ilm jug'lanmasidir. O kishilarga bilim sovg'a qiladi. Shunga kitob taqdim qilish mohiyatda ilm taqdim qilishdir. Ma'naviy ozuq taqdim qilishdir. Shunga kitobning bahosiga qarab emas, uning inson hayotiga chiroq bo'lishdek qimmatini ko'z tutib sovg'a qilishidir. Kitob sovg'a qilishdan iborat bu esil an'ananing shuncha uzun zamonlardan buyon to'xtab qolmay o'zliksiz davomlashishi Uyg'ur ilm ahlilari va ziyolilardagi ilm suyar ruhining bir ro'shan namoyandasidir. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.